Xitoydagi maktablarga Prezident Xi Jinpingning ta'limotlarini darslikka qo'shish buyurildi. Ma'arif ministrligi e'lon qilgan ko'rsatmada 200 million o'quvchi ma'arifni qabul qiladigan barliq o'rta va to'liq o'rta maktablarning Kompartiya bekitgan 5 qo'shimcha prinsipni qabul qilishi shart qilingan. Buningga asosan 5-oydan boshlab millionlagan o'quvchilar Xi Jinpingning ideyasini yodga olishi kerak ekan. Fransiya fuqarolaridan Ukrainadan ayrilishni va bu davlatga planlangan, lekin muhim bo'lmagan sayohatlarni kechiktirishni talab qildi. Germaniya mu Ukrainadagi fuqarolarni darhol bu yerdan ayrilishga chaqirdi. Buningdan boshqa, Germaniya aviatsiya shirkati 21 fevraldan e'tiboran Kiyevga uchadigan aeroplanlarni to'xtatadiganligini e'lon qildi. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Saudiya Arabiston bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun davomli suhbatlashishni xohlaydiganligini, ammo bu asosligi Riyod hukumatining irodasiga bog'liq ekanligini aytdi. Qishliq Olimpik tanharakat musobaqasini o'tkazayotgan Xitoyda yaqinqi 24 soat ichida 137 Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, buning ichida yerlik manbalik yuqumlanuvchi 80 nafar ekan. Davlatlik Səhiyyə komiteti e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, yerlik manbalik yuqumlanuvchilar eng ko'p ichki Mo'ng'ul avtonom rayonida ko'rilgan. Aqsaray Davlat bexatarlik kengashining tor va texnikaga mas'ul muavin maslahatchisi Anne Neberger Aqsaray bayonotchisi Jin Pisakining kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida mehmon sifatida bayonot e'lon qildi. Neberger Rossiyaning Ukraina davlat mudofaa ministrligi tor bekiti va bir qism banklarga qaratilgan tor hujumiga mas'ul ekanligini o'tirib qo'ydi. Germaniya Zeynep deb ataladigan bo'ronning hujumiga uchirdi. 3 odam hayotidan ayrildi. Bo'ron chopgan ba'zi joylarda soatiga 170 kilometrlik sur'atga yetgan bo'lib, 3 odamning o'lishini va og'ir ziyonlarni keltirib chiqargan. Qattiq bo'ron sababidan daraxtlar qo'mirilib ketgan, ba'zi joylarda poyezd qatnashi amaldan qoldirilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres 18 fevral Cuma günü Germaniyada başlanğan Münxen Xavfsizlik Kengashida söz qilganda, kishilik huquq oliy komissarining Sharqi Turkistonga ahamiyatli ziyorat elib berishiga qat'iy irodasi borligini aytgan. Guterres Münxen Xavfsizlik yig'inida yig'in raisining savoliga javob berganda mundaq degan: "Bu Xitoyning manfaatiga uyg'un keladi. Agar ular boshqalar ularni ayblagandek ishlarni qilmaganligiga ishonsa, kishilik huquq oliy komissarining ahamiyatli ziyorati Xitoyning manfaatiga uyg'un keladi. Hamda biz barliq imkoniyatlar bilan ziyoratning amalga oshishiga kafolatlik qilamiz."